Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana Xudo xohlasa inshaalloh men Toshkentga keldim. Alovacham sinib chamadonlarim mana bo'lgandi. Mana yangiladik Xudo xohlasa. Men qayerga keldim aka? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi jumalar muborak bo'lsin. Ibodatlaringizda xayr qilgan xayrlaringizni Alloh taolo joylarida qabul qilsin. Amin. Hamalaringizda umra, katta hajlarga nasib qilsin. Amin. Qayerga keldim men? Siz hozir O'zbekiston Toshkent shahar Abu Sahiy do'konidasiz. Abu Sahiy markazida 452-Valstar magazin do'konidasiz. Hozir Xudo xohlasa sizga bitta chamadan berdik. İsmingiz nima? Ismim Muhriddin. Muhriddin. Qayerdansiz? Toshkent shahar. Toshkent shahar. Shu bolaga Allohim taoloyim omad tilayman. Amin. Rahmat. Oilalaringga hech qachon ko'z tegmasin. Amin. Rahmat. Qo'sha qalb baxtli bo'lin. Rahmat. Bir xizmat bir qilasizmi? Albatta. Ota-ona bormi? Bor. Ana shuni duosini oling. O'shalarni umra katta hajlarga jo'nating. Bismillahirrahmanirrahim. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad va ala Muhammadi ali Muhammad. Ey Parvardigor yetgan Allohim kami bo'lsin, g'amini berma, kami bo'lsin. Alloh baraka ber. Manmanlikdan, g'iybatdan, chaqimchidan, zinodan, shaytonning ko'zini qo'rqing. Rahmon yo'ldan adashmang. Men dilbal Allohni bir qul bir g'aribdi, musofirdi, mustofdi duosini o'zing joyida qabul qiling. Shular ham ota-onalarni labbaykalarni o'qib, umraga hajlarga nasib qilsin. Allohu akbar.